Agar siz yuz teringizdagi qora nuqtalar, xiralik, quruqlik va elastiklik yo'qolishdan charchagan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Bugungi kunda ko'pchilik salon muolajalariga vaqt topa olmaydi yoki doimiy borish qimmatga tushadi. Shuning uchun uy sharoitida ishlatish mumkin bo'lgan teri tiklash kompleksi juda ham mashhur bo'lib bormoqda. Bu kompleks 3 ta asosiy qurilmadan iborat: face trimmer, skin scrubber va blackhead remover. Ularning har biri teri parvarishida alohida vazifani bajaradi va birgalikda mukammal natija berishga yordam beradi. Keling, qanday ishlatilishini bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi bosqich: face trimmer. Avval yuzingizni oddiy yuvish vositasi bilan tozalaysiz. So'ng face trimmer yoqiladi va 5-10 daqiqa davomida yuzga issiq bug' beriladi. Bu jarayon terini yumshatadi, teshikchalarni ochadi va chuqur tozalashga tayyorlaydi. Shu bosqichda teri ochiladi va keyingi muolajalar samarasini oshiradi. Ikkinchi bosqich: skin scrubber. Endi teri yuzasidagi kirlar, qora nuqtalar va ortiqcha yog'larni tozalash boshlanadi. Skin scrubber sekin harakat bilan teri ustidan o'tkaziladi. Bu jarayon og'riqsiz bo'lib, terini chuqur tozalashga yordam beradi. Natijada yuz yanada toza va silliq ko'rinadi. Uchinchi bosqich: blackhead remover. Tozalashdan keyin terini tinchlantirish va parvarish qilish bosqichi boshlanadi. Blackhead remover apparati terini tonusini yaxshilash, uni yanada tarang va parvarishlangan ko'rinishga keltirishga ko'maklashadi. Bu bosqich juda ham muhim, chunki u terini tiklash jarayonini yakunlaydi. Eng muhim qoidalar ham bor. Haftasiga 2-3 marta foydalanish yetarli. Har doim toza va quruq teriga ishlatish kerak. Har muolajadan keyin namlantiruvchi krem surtish tavsiya etiladi. Agar siz ham bu kompleksdan muntazam foydalansangiz, teringiz asta-sekin tozalanadi, silliqlashadi va yanada yorqin ko'rinishga ega bo'ladi.